Qo'qon shahrida o'zbek tili bayrami munosabati bilan tantanali tadbir o'tkazildi. Tilshunos va adabiyotshunos olimlar, shoir va yozuvchilar, Qo'qon shahridagi ta'lim muassasalari o'quvchilari, o'qituvchilar, harbiylar va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan tadbirda Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov barchani bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Qo'qon shahar hokimi yurtimizda prezidentimizning tashabbuslari bilan davlat tilini rivojlantirish, uning nufuzi va mavqeini oshirish, xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga qaratilgan islohotlar, idoraviy hujjatlarni davlat tiliga o'tkazish, atamalar komissiyalari faoliyatini tubdan takomillashtirish, o'zbek tilini raqamlashtirish, o'zbekcha matnlarni sun'iy intellekt yordamida tahrir qilish, lotin va kirill yozuviga o'girish va so'zlarning lug'aviy ma'nosini ko'rsatishga mo'ljallangan elektron dasturlarni ishga tushirish kabi amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlarni alohida ta'kidlab o'tdi. Tantanali tadbirda Qo'qon universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, filologiya fanlari doktori, professor Zebo Qobilova ham hamyurtlarimiz nutqida mavjud siling so'zlar, tashqi reklama va bannerlarda uchrab kelayotgan xorijiy so'zlar kabi muammolarga to'xtalib o'tib, barchani milliy tilimizni asrab-avaylash va hurmat qilishga chaqirdi. Barchamizni quvontirgan hodisa shuki, davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbaridan turib, o'zbek tilida nutq so'zlaganlari nafaqat xalqimizni, balki butun jahonni hayratiga va ehtiromiga sazovor bo'ldi. Davlatimiz rahbari agar o'zbek tilining jozibasini his qilmoqchi bo'lsangiz, onalarimiz aytgan allalarga quloq solinglar deganida haq gapni aytgandilar. Chunki bu dunyoda onaga qiyos qilinadigan ikkita narsa bor. Abdulla Oripov aytgandiki, bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr, takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yorug' dunyoda vatan bittadir, bittadir dunyoda ona degan nomdir. Chunki ona tili bu ona allasidan birinchi marotaba quloqlarimizga eshitiladi. Shu ma'noda ulug' shoir Mir Temur tilimizni qadimlikda o'xshar ona tuproqqa, bu til onajonimning tili degan bo'lsa, Rauf Parfi esa xun davridan kelayotgan qadimiy til sifatida baholaydi va Enasoy ertagi, Oltoy chechagi deydi. Bu bilan bizga qadim urfun Enasoy yodgorliklarini va Oltoy tilida so'zlashgan ajdodlarimizni qadim tili ekanligini yodga soladi. Bizning bitta vazifamiz qolgan. O'sha ajdodlardan kelayotgan tilimizni ardoqlashimiz, aslo putur yetkazmasligimiz va kelajak avlodlarga sofligicha eltmog'imiz shart. Tadbirning badiiy qismida shahrimiz havaskor jamoalari va el suygan san'atkorlar ishtirokida milliy kuy-qo'shiqlar, teatrlashtirilgan tomoshalar ham namoyish etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat baxshida etildi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Sohibi shaydoyingiz. Ko'rmay turib-a?